Aslida gipsa kartonga mana parda ilish juda ham muammo bo'ladi. Devorimiz orqa tomoni masalan pelta yoki bo'lmasa sharaka blokda o'sha betonli devorlar bo'ladigan bo'lsa, shkaturka, sementli shov bo'ladigan bo'lsa, ancha o'sha dubellardan foydalansa bo'ladi. Buni orasi 20 sm pergorodka bo'lgan mana. Ko'cha fasadimiz ham gipsa karton bo'lgan, orasi 20 sm. Shuning uchun samaringiz pardani og'irligiga nisbatan ko'tarmaydi bu mana. Ushlamaydi. Buni yechimi bor, faqat bu ikki sloj malyarka bo'lgan, hozir chistovoy bo'lmagan. Mana bunday reka qo'yib ketamiz. Ko'rsataman. Masalan, pardamiz mana shu 7-8 sm bo'ladigan bo'lsa, 15-16 sm qirib olamiz rekani. Hozir ko'rsatib o'taman sekin-sekin etap-etap. Gipsa kartonni kesamiz, boshqa variant yo'q bizda. Gipsa kartonni o'sha rekan qalinligiga kesib olamiz. Mana bir 15 emas, bir 10 kesib olamiz. Parametrni keyin ichiga tiqib, uni olib rekan qotirib, keyin yana qayta qo'yib, yonboshini yamab chotki qilib qotirib qo'ysa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Davomi ham bo'ladi hozir.